Ko'pchilik mahsulotlarimizni olayotganda tashqi ko'rinishga qaraydi, lekin men uni har kuni tarkibini ko'raman. Ismim Sanjar. Visola korxonasiga 6 yildan beri ishlayman. Korxonadagi barcha go'sht mahsulotlariga mas'ulman. Bugun odamlar yarim tayyor mahsulot sotib olayotganda eng avvalo bir narsaga e'tibor beradi. Bu ham bo'lsa mahsulot ichidagi go'sht. Ko'pchilikning savoli ham shu. Biz mahsulotlarimizda 3 turdagi go'shtdan foydalanamiz: mol go'shti, qo'y go'shti va tovuq go'shti. Ba'zan odamlar yarim tayyor mahsulotlarga ishonmaydi. To'g'risi, men ham iste'molchi bo'lsam, ichida nima borligini bilishni istardim. Shuning uchun biz ishlab chiqarishda muzlatilgan yoki kelib chiqishi noma'lum bo'lgan go'shtlardan foydalanmaymiz. Go'shtlar mahalliy va ishonchli hamkorlardan olinadi. Mahsulot tayyorlashda oddiy tabiiy ziravorlardan foydalanamiz. Xuddi uyimizda ishlatadigan ziravorlar kabi. O'zimizni oilamizga ravo ko'rmaydigan mahsulotlarni boshqalarning oilasiga ravo ko'rmaymiz. Har bir taomda bizning hikoyamiz bor. Bu hikoya esa ishonch va mas'uliyatdan boshlanadi.